Kurs davomida juda ham ko'p epilepsiyani har xil turlari bo'yicha workshoplar bo'ldi. Ya'ni 10 kishi, 15 kishiga bo'linib, 2-3 ta professor bo'ladi, mentor. Sizga case beradi. Mana bunaqa holat, nima qilasan, nima qilmaysan. Bitta har bitta workshop o'ziga yarasha foydali, chunki yo'nalish har xil. Bitta workshopda biz over diagnostika, ya'ni keraksiz tekshiruvlar, keraksiz dorilarni bermaslik haqida bo'ldi. Ya'ni self limited epilepsiya deydi. Ya'ni vaqti kelib o'zi to'xtaydigan epilepsiyalar bor. Shularda bitta misollar bilan ko'rsatishadi. Oxirida endi zalda har xil mamlakatdan kelganlar bor. Buni beraman, buni tekshiraman deb shoshib anaqa qilishdi, javob berishdi. Shunda professor aytdi, nega shoshasan? Nega ortiqcha tekshiruv qilasan? Nega ortiqcha dori berasan? Balkim o'ylab ko'rarsan yoki balkim chuqurroq tekshirarsan yoki nima deydi, yana o'qib ko'rarsan yoki balkim ota-onadan ko'proq ma'lumot olarsan deb yo'nalish berdi. Rostdan ham ba'zan nima deydi, tezda tekshiruvlar qilib, nima deydi, tezroq dori berishga shoshilamiz, lekin maqsad bu yerda prosta dori berish emas. Berish kerak bo'lsa maqsadli berish, to'g'ri berish. Balkim ortiqcha tekshiruvlarsiz bittagina dori bilan hal qilsa bo'ladigan narsa. Balkim dori bermasdan yana kuzatish mumkin ozgina vaqt. Chunki self limited, ya'ni o'zi to'xtaydigan epilepsiyalar unaqa xavfli bo'lmaydi. Dori bersangiz ham, bermasangiz ham yoki kechroq bersangiz ham bolani rivojlanishiga, hayotiga hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Shuning uchun ko'p fokus shu shoshilmaslik, qaror qabul qilishdan oldin yaxshilab o'ylash, tekshiruvlarni maqsadli qilish. Qayta mana keladi bemorlar 8 ta ega ko'tarib kelgan. Bittasi 4 minut, bittasi 6 minut, bittasi 8 minut. Birortasi 2% ham ma'lumot bermaydi. O'shaning uchun tekshiruv, shoshilmaslik, maqsadli dori berish yoki bermaslik ko'proq foyda bemorlarga. Buni bemorlar ham tushunish kerak. Nima dori bermadingiz, nima tekshirtirmadingiz demasdan tushunish kerak. Demak, shunaqami? Shunga rioya qilish kerak. 10 ta tekshiruv qilib olib, keyin keraksiz dori ichib yurgandan ko'ra.